Assalomu alaykum hammaga. Juda ko'pchilikda yangi kelgan Amerikaga yangi kelgan ko'pchilikda qiziq bo'ladigan savol yoki kelayotganlarga qiziq bo'layotgan savol prava. Haydovchilik guvohnomasi qanday bo'ladi? O'zbekistonda pravasi bilan kelib 3 oygacha, Missurida shunday 3 oygacha haydasa bo'ladi, lekin odatda hali hech shu vaqtgacha to'xtatmagan pravasini so'ramagan yangilar. O'zbeklarda. Lekin siz обязательно Amerikaning pravasini olishingiz shart. Baribir u O'zbekiston pravasi 3 oydan keyin ishlamaydi. Uning uchun nima qilasiz? Birinchi borasiz, nazariy test topshirasiz. Amerikada permitga 25 ta testdan 20 tasini javobini topishingiz kerak. 20 tasini javobini topganingizdan keyin sizga permit degan hujjat beradi, mana rasmdagidek. U sizni vaqtinchalik haydab turishga hujjat, lekin yoningizda pravasi bor odam bilan haydashga ruxsat beradi u hujjat. Sizga o'zingiz haydashga ruxsat bermaydi, lekin permit bilan biz haydab yuraveramiz. Aslida mumkin emas. Keyin u permit hujjati aslini qabul qilib olganingizdan keyin pravani topshirishga, amaliy testni topshirishga borasiz. Amaliy testdan o'tgandan keyin esa sizga mana bunaqa prava beradi. Ikki xil prava bor. Yulduzchali, yulduzchasiz. Iloji bo'lsa $3-4 farq qiladi birdan olganda yulduzchali. Real ID deb so'rab olingizlar. Real ID nimaga kerak? Real ID'ingiz bo'lsa, socialingizda, green cardingizni hamma joyga ko'tarib yurishingiz shart emas. Birorta joyga dokument qilayotgan bo'lsangiz, boshqa qilayotgan bo'lsangiz, real ID'ni ko'rsatsangiz, o'sha ishlaydi. Masalan, shtatlar aro yursangiz ham pasport olib yurishingiz, green card olib yurishingiz shart emas. O'sha real ID bilan bemalol shtatlar aro yura olasiz. O'shaning uchun birdaniga real ID'ni olishga harakat qilingizlar. Keyin permit testni topshirganda sizga o'shani to'lovni qilishga boshqa ofisga borasiz-ku, o'shanda sizga oyligingiz, paychekingiz yoki sizni nomingizga kelgan bill qog'ozi, masalan, gazli to'lovi, svet to'lovi qog'oz bo'lish kerak. Ba'zi joylarda haqiqiy o'zini so'raydi qog'ozda, ba'zilarda esa rasmi bo'lsa ham o'taveradi. Green cardda social o'sha paycheck yoki bill qog'oz olib borishingiz kerak bo'ladi to'lovni qilishga borganda. Pravasini, o'sha haqiqiy pravani olayotganingizda, masalan, amaliy testni topshirgandan keyin unga ikkita isbotlaydigan sizda qog'oz bo'lish kerak. Bitta paycheck, bitta bank statement yoki o'sha bill qog'oz bo'lish kerak. Ikki xil narsa bo'lish kerak. Bitta qog'oz bo'lmaydi. Oddiy prava olaman desangiz, bitta qog'oz, o'sha bill yoki paycheck bo'lsa bo'ladi. Lekin real ID olaman desangiz, ikkita bill qog'oz bo'lish kerak. Yo paycheck, yo bank statement yoki tax, vet, ikki xil narsa bo'lish kerak-da, ish qilib physical deydi, o'sha qog'ozda o'zi bo'lish kerak, rasmi o'tmaydi. Shu gaplar hozircha.